Andijonda bir san'atkor kishi yonimga kelib mendan, "Mannafjon, sizni ukangiz bo'ladimi? Men ukangizni ko'p yillardan beri taniyman. Lekin bir narsaga hayron qolaman-da. Ukangiz davlat ishida ham ishlaydi. Yana Xudoning qudrati bilan har kuni to'yga boradi. To'yda cholg'uchilik qiladi va shu bilan birga ovoz kuchaytirgichni ishlatadi. Zo'r daromad qiladi. Menda ham cholg'u asbob bor va ovoz kuchaytirgich ham bor. Maqtanyapti demang-u, meni cholg'u asbobim, ovoz kuchaytirgichim ukangiznikidan ancha a'loroq. Lekin meni o'ylantirayotgan narsa, ukangiz har kuni to'yda, meni bo'lsa oyda bir yoki 2 marta to'yga yo'qlashadi. Buning siri nimada deb o'ylaysiz?" dedi. Men bu bashang kiyingan yigitga boshdan oyoq razm solib bo'lgach, undan so'radim. "Ota-onangiz hayotmilar?" "Ha, hayotlar. Ikkalasi ham sog' salomatlar. Ularni necha kunda ziyorat qilasiz?" "Ha, bir oyda bir yoki 2 marotaba yo'qlayman." "Ha, endi tushundim", dedim miyig'imda kulib. "Nimani tushundingiz?" dedi yigit hayratlanib. "Meni ukam har kuni dadamni yo'qlaydi, ziyorat qiladi, duolarini oladi. Shu sababdanmi Alloh ukamning rizqini har kuni mo'l-ko'l qilib beradi. Siz ham sog' salomat bo'lay desangiz, rizqim keng bo'lsin desangiz, har xil yomon falokatlardan yiroq bo'lay desangiz, xullas 2 dunyo saodatiga erishmoq istasangiz, ota-onangizni ko'p yo'qlang. Xabar oling, duolarini oling."